Assalomu alaykum, hurmatli BM Group kuzatuvchilari. Mana bugun biz Do'mrobod rezidens obyektimizda xonalarni bo'linish ishlari jarayonidan lavhalar tayyorlab turibmiz. Hozirda shu xonalarni bo'lishda, qurilishda asosiy ishlatiladigan mahsulotlarning ayrimlarini tanishtirib o'tamiz. Misol uchun asosiy devorlarimiz beton mahsulotlari ishlatilgan bo'lib, bu beton mahsulotlarimiz durable beton mahsulotlaridan foydalanib kelinadi. Xonalarni ajratish uchun esa gazoblok beton mahsulotlaridan foydalanamiz. Biz ishlatiladigan gazoblok mahsulotlar esa D600 markadan iborat. Xonalarni ajratilishida asosiy e'tibor beriladigan narsa haqida bir oz ma'lumot bermoqchiman. Misol uchun 600 markali gazobloklar bilan xonalarni bo'lishimizda shaharsozlik norma va qoidalariga muvofiq 3 metrdan uzoq bo'lmagan masofada перегородкалар uchun uvolnik mahsulotlaridan foydalaniladi. Bu esa asosiy bo'lmagan devorlarni mustahkamligini oshirishga yordam beradi. Boya aytib o'tganimizdek, qurilish montaj ishlari jarayonida xonalarni bo'lish ishlari ham davom etib kelmoqda. Aynan shu uy sizniki bo'lishi mumkin. Yana bir narsa bizga qiziq bo'ladi. Keyingi videolarimizda sizlarni qiziqtiradigan qurilish jarayonlaridan nima lavhalarni qoldirsak, nima lavhalarni sizga taqdim qilsak, shuni kommentariyalarda yozib qoldirsangiz.